Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar. Sizlar bilan Abdurov, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Qurbon hayit bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tinchlik, xotirjamlik, mana shunday yaxshi kunlarda ko'rishib turganlarimizdan xursandman. Shu videomiz qachonki qaysi kun 1000 ta like yig'sa, bitta kompozit oilani sizlar tanlaysizlar, men emas. Qaysi oblastdan bo'lishi farqi yo'q, qaysi rayondan bo'lishi farqi yo'q, qaysi qishloqdan bo'lishi farqi yo'q. Sizlar bilan birgalikda, sizlarning guvohlaringiz bilan bitta kompozit oilaga shunday bitta karavotni o'zimning shotimdan tayyorlayman. Shunday bor 1000 ta like yig'gan kuni, shunday bor bitta kompozit oilaga tuhfa qilamiz. Mana shu Qurbon hayitga mana shu videoni WhatsApp gruppalarga podelitsiya qilingizlar, like tugmachani ayamasdan bosingizlar. Mana endi o'zi qilgan ishlarimizni, ba'zi bir qilgan ishlarimizni boshqa joyda, o'zimizning rayonda yo'q, boshqa rayonlarda qilgan ishlarimizni o'z bitta video montaj qilib, qo'ldan kelgancha internetga qo'yaman hozir. Mana endi videoni bemalol o'tirib olib, joylashib, bitta kofeni tayyorlab yoki bitta choyda tayyorlab, bemalol videoni tomosha qilishlaringiz mumkin. Sizlar bilan Abdurov bo'ldi. Sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Mana shu videoni xatman WhatsApp gruppalarga podelitsiya qilishni unutmangizlar. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, tinchlik. Videoni tomosha qilishda davom eting. Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilari. Mana Qozog'istondan zakaz olamiz degandik, oldik, kelib sanoqqa qilib tashladik. Mana ko'ringizlar, baho beringizlar. Master Pirilo o'zi boshqa joyga sanoqqa ketgan, biz shogirdlari kelib shartidan sanoqqa ketdik. Mana shunday dizaynlarda karavot kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Orasiga vagon ko'rdik, ichiga двойной taxta bo'ladi. Shilpovka, двойной lak, 45 lik taxta bo'ladi ichiga. Chiroyli. Og'inamiz dilda dardimiz, taqdir deya tilib bag'rimiz, yetmay qolyapti goh sabrimiz. Sog'inganda yetmay qolyapti goh sabrimiz. Sog'inganda sog'inamiz dilda dardimiz, taqdir deya tilib bag'rimiz, yetmay qolyapti goh sabrimiz. Sog'inganda yetmay qolyapti goh sabrimiz. Sog'inganda Darvoza kerakmi? Lobboy namud, lobboy dizaynda tayyorlaymiz. Ekranda turgan nomerga telefon qilasizlar. Chillik bilanmi? Chillik bilan. Shuni o'chasiz. Mana. Chillik bilan tortasiz. Tamam, bu hech qanday og'ir joyi yo'q. Mana darvoza. Endi bir zakaz qabul qilmasdan bir ispitaniya qilib ko'ramiz buni. Mana shunday dizaynlarda kimgaki kachela kerak bo'lsa, absolutno любой dizaynda avval xuddi turish neudobno bo'lyapti. Amortizator bunda sal prujina o'ynaydi. Bunda turish neudobno bo'lyapti. O'zim 87 kiloman, men 87 kiloni ko'tarib turibdim spokойно. Profillarimiz Tojikistonlik emas, iranskiy baquvvat bo'ladi. 1.8 dan baland profil ishlatiladi. Mana shu detskilar bemalol 87 kiloni ko'taryapti. 50 kiloga bemalol garantiya beramiz. Mana shunday bitta qachab qo'yasiz, to'xtamaydi, osonlikcha to'xtamaydi. Dizaynlarda bu tarafdan yoqiladi. Mana shunday dizaynlarda kimgaki kachera kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerga murojaat qilasiz. Ustulari birinchi sort polikarbonat, birinchi sort bu. Polikarbonat birinchi sort.
Mana taxta bo'ldi, shifofka bo'ldi, lak bo'ldi, двойной lak bo'ldi. Hozir ikkinchi sloy lakni o'rganamiz, hozir o'tira olmaymiz. Temirdan nimaiki kerak bo'lsa, master periola sizlar xizmatlaringizda. Master Periola kanaliga o'rnatib qo'ysalaringiz, shunday dizaynni zo'ridan zo'riga ega bo'lasizlar, guvohi bo'lasizlar. Elda, xalqda xizmatdamiz. O'g'illarga dizayn qo'shdik. Bulan bir vid berish uchun, chiroyli chiqish uchun stolbich tagiga vid berdik. Mana shunday dizayn berdik. Kraskasi ham bir neodatik kraskada urdik. Qora bilan sariqni aralash qilib, sal vid chiroyli chiqish uchun xuddi bu tarafda ham xuddi shunday, mana bunday, shunday ichkariga kiradigan bo'lsa, ichkarining dizayni sal boshqacharoq. Mana taxtalarga e'tibor beringizlar. Taxta qayerdan qayergacha kelgan, qancha qalinlikda kelgan, misol 4 polikarbonatdan bo'lingan. Faqat oyoq bilan tiyib oladi. Jonjonalarga zo'r mana. Faqat oyoq bilan ish beradi. Oyog'i o'rganlarga foyda, hamma narsasiga foyda mana misol. Men bilan tushirib ishlasangiz bo'ladi. Qancha razmer kerak, misol past baland qilsak, past baland qilib ishlatasiz. Hali sizlar bunday divon ko'rganlaringiz yo'q, bunday baquvvat divonni. Ko'ryapsizlarmi? Seni o'zing nech kilosan Qizilobodda aklarni o'zim 97 kilo chiqaman akalar. Chila qilyapti odamlar. Buni 90 gradusda, tipa uголок qo'yadi, ustidan taxtani uradi, tamom kachila bo'ldi. Kachila unday bo'lmaydi o'shdan. Kachila o'tiradigan joy mana shunday egilish kerak. Tushundingizmi? Odam o'tirish kerak, uspokойно chuqurga o'tirish kerak. Mana undan keyin belda turadigan joyi ham, belda turadigan joy. Loboy ustoga ahamiyat qiling. Bunday mehnat qilmaydi. Bunday hunarni ko'rsatmaydi. Mana shunday turganingizda, mana shunday belda tarib turadi. O'tirasiz mana kachil. Oyoqqa foyda bu. Ham mashq, mana yosh keksalarga, hoji ona, hoji ota deydi-ku, bemalol o'tirib olib, xohlasa chol tikib beraman o'zim ko'jadan. 2 kishini ko'taraman do'stim. Oshna bu 500 kiloga garantiya javob bu. Tushuning? 500 kiloga javob. Подвесной kacheli bu oshna. Bu ham oshna, bu. Aha. 400 kilogacha javob. 400 kiloga ko'taradi. 400 kilolik odam yo'q-ku. Союзный двойной пружина. Bu uzilmaydi. Молодец. Xohlasangiz mana bu ochiq qo'ylarga, echkilari bor ekan, echkiga qo'ylar boshini tiqib nima qilganda biron absolutno musor olmaydi. 1 gram bir chaqqan. U echkilari bor edi, echkiga shunday временно tayyorladimki, shunday turadi u shoxlar. Absolut press shunday tashlaysiz managa, tepadan pastga tushadi. Bu bolalaringiz uchun. Yozda kunida soyaga bir tervat qilasiz, qo'shiqxona tutib, xohlasangiz akalar, yana ham boshqacha dizaynda to'g'rilab berar, qo'shiqxonalar ko'tarni qilib, yana ham yaxshi moyda bolalar uchun. Mana bolalarning shunday o'tiradi bunga. Shunday o'tirgandan keyin dars tayyorlaydi. Lishni, daftar, kitob bo'lsa, miniga qo'yib qo'yadi. Kitoblar, daftar-daftarlar miniga qo'yib qo'yadi. E'tibor qilingizlar bu narsaga, e'tibor qilingizlar akalar. Gap maqtashda emas. Mana akalar ko'ryapsizlar, telefon qo'yg'ichlariga doğru bor mana. Ikki chekkasida ikkita telefon qo'yg'ich bor. Mana. Hop, qarang, zamonaviy kachilar. Bunga qiziq bo'lsa, ko'rib turibsizlar, baland mana ko'rinib turibdi, simitlar. Oyna. Kimgaki mana shunday kachilar kerak bo'lsa, любой dizaynda umuman farqi yo'q-da. Shu ekrandagi nomerga murojaat qilasiz, WhatsAppga yozasiz, WhatsAppda qur'a ma'lumot qoldirasiz, любой ma'lumotga javob olasiz. Kanalni kuzatishda davom eting, shu kanalga podpisatsiyalaying, esdan chiqmasin.
bir haftada bitta ikkita video qo'yib boramiz xudo xohlasa.